Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Neft va gaz kimyo sanoatida kataliz fanidan ma'ruza mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Demak, birinchi mavzuyimiz kataliz to'g'risida tushuncha. Ma'ruzachi texnika fanlari falsafa doktori Dasent Toshboyev Sardor O'ktam o'g'li. Ushbu mavzuyimiz 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz katalizni neft va gaz kimyo sanoatidagi ahamiyati. Ikkinchi rejamiz katalizning klassifikatsiyalanishi, sinflanishi va umumiy xususiyatlari. Uchinchi rejamiz katalizning turlari, kataliz nazariyalari haqida. Demak, sizlar bilan bugungi darsimizda ko'rib o'tamiz. Birinchi rejamiz, ya'ni katalizni neft va gaz kimyo sanoatidagi ahamiyati. Demak, kataliz so'zi grekcha so'zdan olingan bo'lib, parchalanish yoki yemirilish ma'nolarini keltiradi. Lekin katalizator tushunchasi butunlay boshqa ma'noni bildiradi. Ya'ni katalizatorni biz bilamizki, reaksiyani tezlashtiruvchi moddalar sifatida ko'rishimiz mumkin. Ular ishtirokida bo'luvchi reaksiyalar va katalitik reaksiyalar va bunday reaksiyalarning bo'lish hodisasi, demak, kataliz deb atalar ekan. 1480-yilda dastlab birinchi marta kuporus moyi sulfat kislota ishtirokida spirtdan, demak, efir hosil bo'lish jarayonida katalizatorning ilk qo'llanishi qayd etilgan. Kataliz atamasi 1835-yilda Berzelius tomonidan kiritilgan, biroq fermentatsiya yo'li bilan spirtli ichimliklarni ishlab chiqarish yoki etanolaminning oksidlanishi orqali sirka kislotasini ishlab chiqarish kabi ba'zi katalitik reaksiyalar ancha oldin ma'lum bo'lgan. Demak, 16 hamda 17 asrlarda katalitik jarayonlar orqali yog'larni gidrolizlab sovun ishlab chiqarish, etanolning degidratatsiyasi yo'li bilan dietil efir olish kabi jarayonlar amalga oshirilgan. 17 asrda sulfat kislotasining olinishi kamerali usuli paydo bo'lib, 1793-yilda esa demak Clemon va Dezorum ushbu jarayonning katalitik mexanizmini isbotlab berdi. Unga muvofiq azot oksidlari reagentlar orqali o'zaro ta'sirda demak ishtirok etib, quyidagicha demak reaksiyalar olib bordi. 1782-yilda Shelle kam miqdordagi mineral kislotalar ishtirokida karbon kislotalarining spirtlar bilan etrifikatsiyasini oshdi. İlk heterogen katalitik reaksiyalarni Pristel 1778-yilda kuzatdi hamda u loydan tayyorlangan issiq tamaki chekish trubkasini etil spirti bog'larini o'tkazganda spirtning etilin va suvga parchalanishini kuzatdi. Ikki xil katalizatorlar farqlanadi. Ya'ni birinchisi ijobiy katalizator yordamida reaksiyaning borishini tezlashadi. Ya'ni katalizator qo'shganda reaksiya tezlashish jarayoni. Ikkinchisi salbiy, teskari jarayon, ya'ni kimyoviy reaksiya bo'lishi sekinlashadi. Katalizda qo'llaniladigan jarayonlar, ya'ni sun'iy kauchuk olish, ya'ni polimerizatsiya jarayonida vodorod va azotdan ammiak olish, sun'iy usullar bilan spirt, polimerlanish, demak jarayonlar yordamida turli plastmassalar olishda, yoqilg'i sanoatida cracking, hidrocracking, hidrotozalash, reforming, alkillash, izomerizatsiya, Fischer-Tropsch jarayonida, shuningdek sanoatning boshqa tarmoqlarida keng ravishda katalizatorlardan foydalaniladi. Demak, ushbu fanning maqsadi va vazifalari. Neft va gaz sanoatida kataliz fanni o'qitishdan maqsad bakalavrga neft va gazni qayta ishlashda katalitik reaksiyalarning qonuniyatlarini o'rgatish va sodir bo'layotgan texnologik jarayonlarni chuqur o'zlashtirish uchun asos yaratishdan iborat. Ushbu fanni o'qitishdan vazifasi bakalavr darajasidagi oladigan, demak, talabalarga neft va gazni qayta ishlashga katalitik jarayonlar to'g'risida kerakli bilimlarni berish, ularga katalitik cracking, reforming, hidrotozalash, alkillash, hidrocracking, izomerlanish reaksiyalarini o'qish jarayonida o'rgatib borishdan iborat hisoblanadi. Katalizning klassifikatsiyalanishi, ya'ni ularning sinflanishi, umumiy xususiyatlari. Reagentlar va katalizatorlarning agregat holatiga ko'ra ikki xil kataliz mavjud. Birinchisi demak gomogen kataliz. Reagentlar va katalizatorlar bir muhitda bir xil agregat holatda bo'ladi. Masalan, efirlar, ishqorlar reaksiyasida reagent efir suyuqlik, katalizator kislota suyuqlik, nitroz usuli bilan olishda esa reagentlar ham katalizatorlar ham gaz sifatida ko'rinadi. Heterogen katalizda demak bular heterogen katalizlar, ya'ni
reagentlar va katalizatorlar turli muhitda, turli agregat holatlarda bo'ladi. Ya'ni gammagen katalizda bir xil holatda, agregat holati bir xil. Heterogen katalizda esa agregat holatlari demak har xil turlarda bo'lishi mumkin. Keyingisi demak reagentlar va katalizatorlar oraliq o'zaro kimyoviy ta'sirlanish tabiatiga ko'ra katalizning 3 ta sinfi mavjud. Ya'ni birinchisi gamalitik kataliz kimyoviy ta'sirlanishda gamalitik mexanizm bo'yicha boradi. Bu borada demak mexanizmga ko'ra reagent juftlashgan elektronlar ajralishi va katalizatorning juftlashmagan elektronlar bilan juftlanishi sodir bo'ladi. Oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari boradi. Demak, quyida qanday jarayonlar borishini ko'rsatib o'tilgan. Heterolitik katalizda demak ion katalizi kimyoviy ta'sirlanish tabiati heterolitik xarakterga ega hisoblanadi. Bifunksional murakkab kataliz kimyoviy demak ta'sirlanishning har ikkala tabiatini o'zida demak mujassamlashtirgan bo'ladi, quyida ko'rsatib o'tilgan. Demak, katalizator va reagentlar orasida elektronlarning taqsimlanish usuli bo'yicha katalitik jarayonlarning sinflanishi. Ya'ni birinchisida demak gamalitik jarayonlar uchun ko'rsatilgan birinchi usul demak ikkinchisi heterolitik jarayonlar hamda murakkab jarayonlar uchun demak quyida ko'rsatib o'tilgan va quyidagi jadvalni ko'rib borasiz. Demak, katalizning umumiy prinsiplari demak quyida ko'rsatib o'tilyapti. Yuqori katalitik faollikka ega bo'lishi, ya'ni bu nima degani? Katalitik reaksiyalar tezligi orqali aniqlanadi, ya'ni ma'lum vaqt birligi va katalizatorning ma'lum miqdor birligidan chiqadigan mahsulot miqdoriga teng bo'lishi kerak. Katalizatorning selektivligi katalizatorning demak saylovchanlik xususiyati bo'lib, u demak tanlovchanlik xususiyati. U kataliz jarayonining demak parametrlari va reaksiyalar termodinamikasiga bog'liq bo'ladi. Etil spirtini turli katalizatorlar yordamida parchalash demak jarayoni ko'rsatib o'tilgan. Katalizatorning barqarorligi, ya'ni bu ketma-ket bir necha martagacha davom qiladigan kataliz jarayonida o'z faolligini uzoq muddat saqlab qolish xususiyati. Katalizatorning mexanik mustahkamligi, ya'ni tashqi mexanik kuchlar bosimi, temperatura bo'lishi mumkin, ishqalanish yoki uning ishqalanishga bardoshliligi nazarda tutiladi. Katalizatorni olish jarayonining oddiyligi va 6-si katalizatorning optimal shakli, reaktorning gidrodinamik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda katalizatorning geometrik o'lchamlari qulay bo'lishi kerak. Katalizator ishlab chiqarishning xarajatlari asosan iqtisodiy tarafdan kam xarajat bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, mavzu bo'yicha testlarimiz quyida ko'rsatib o'tilgan, ya'ni ilk heterogen katalik reaksiyasini kim, qachon kuzatdi, ushbu ifoda orqali katalizator tarkibida nima aniqlanadi kabi demak testlarimiz quyida ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni 5 ta testdan iborat. Bu testlarni hurmatli talabalar ko'rib chiqasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Birinchi mavzuyimiz demak o'z nihoyasiga yetdi.